Balki menga shunaqasi tushib qolgandir, bilmadim, lekin menga uncha yoqmadi. O'zidan nariga kelganimizni ko'rgansizlar. Shundan sal pastroqdi, o'zbekdan nari chiqibdi. Buni ham mazasini ko'ryapmiz, borni boricha aytamiz. Siz ham kuzatishda davom etinglar. 13:51 salkam zakaz oldik. Ko'ramizmi? Bu yerda o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ekan. Zakazimiz 3,5 daqiqada tayyor bo'ldi. Endi lekin bu juda ham qotdi. Bitta odam bemalol to'ysa kerak deb o'ylayman. To'la go'sht. O'rtasidan bo'lib yorsammikin? Go'shtlar ham sal xomroq. Go'sht qizarmaganda bashki. Sal xomroq. Danarligini yeb ko'rdim. To'g'risini aytaman. Nonlari yaxshi, sochni, lekin go'sht xomroqda. Chaynaganingizdan zachka o'xshab pilchillab turib chaynalyapti. Balki shoshib qolishgandir, lekin 3,5 daqiqada tayyor bo'ldi. Odam ko'p zalda, hamma yeyapti. Balki menga shunaqasi tushib qolgandir, bilmadim, lekin menga uncha yoqmadi. 10 dan 6, 5 baholayman-da, to'g'risi. Bizlar xafa bo'lmaylik, biz borni boricha aytamiz.